Yasbek bugungi Ekazakni zo'r variantidan yetib kelgan, xudo xohlasa. Ekazagidan. Xudo xohlasa Qirg'izdan o'tgan variantni. Bolalarini ham biri qo'chqar, biri so'liq. Bolalar biri qo'chqar, biri so'lig'idan. Onasini ham endi ikkitaga chiqdi. Videoni oxirigacha kuzatib tursin, like-ni, kommentariyani tirsillatib olib turib, kommentariyaga otanga rahmat deb tursa, o'ylab, vahshe pul yengil oladi. Xohlasa pulini vahshe yengil qilib chiqarib beraman, Ilyosbek. Like-ni bosib tursa, bo'ldi, narxlar tushaveradi, Ilyosbek, tamom. Narxi hemi 12 million, 1,5 million, 11 million qo'yyapti. Biz 10,5 million deb asida qo'yib beramiz. 10,5 million deb asida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursin. Bo'ldi. Hisob. Like-ni bosib, kommentariyaga yaxshi fikrlar qoldirib tursa tamom, Ilyosbek, qo'ydi narx tushaveradi. Yo'qsa biz boshladik. Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy obunachilari. Qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana shunday ekazak ona bola ishqibozlar. Obunachilar, bugunga zo'ridan, yaxshidan olib keldim deb Ilyosbek do'stimiz chaqirganlar. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like-ni bosib ko'rasizlar obunachilar. Bugun biz Namangan viloyati Tepaqo'rg'on qishlog'i arzonchilar va o'ptunchilar qishlog'ida. Ilyosbek, assalomu alaykum obunachilar. Ilyosbek bugunga egizak ona bolani o'ta zo'ri dahshatidan yetib keldi. Dahshatidan. Mana. Qarang Ilyosbek. Bolalarni ko'fti emas, ikkalasi bir xil, avay. Ikkovi bir xil. Yemi yuribdi hali orqasidan ham, qarang. Mana. Bolalari nima, qo'chqarmi, so'liqmi? Biri qo'chqar, biri so'liq. Biri qo'chqar, biri so'liq. Obunachilar. Bittasi qo'chqar. Mana shunisi qo'chqar bo'lsa kerak. Mana shunisi qo'chqar, Ilyosbek. O'sha qo'chqarga o'xshayapti-da. Bunisi so'liq ekan. Yemishini qarang, orqasidan ham yemi yuribdi. Orqasidan yemi yuribdi. Xolos, ekazak zo'ridan biri qo'chqar, biri so'liq ekan. Onasi nechta? Katta emasmi, Ilyosbek? Yashi? Onasini yashini ko'rsatib qo'yaman. Realni bir ko'rsatingchi. Ana olsam ikkita ekan. Ikkita. Endi ikkitaga, yangi ikkitaga chiqdi. Yangi ikkita. Quloqlarini qarang, onasini ham uzilgan. Mana bolalar ham yuzlari, quloqlari o'ta uzun obunachilar. Ilyosbek shuncha maqtaganda babalik narxida. Hamma gap narxida. Narxi yengil bo'ladi. Hamma 11,5, 12 qo'yib bersa biz 11 million, 10,5 million deb asida qo'yib beramiz. 10,5 million deb asida qo'yib beraman. Mashallah. 10,5 million deb asida mana 3 ta qo'y bo'lyapti. 3 ta qo'y, Ilyosbek. 10,5 million deb asida. Onasiga ham kichkina qo'ymas. Bo'yi 80 chiqdi onasini ham. 80. Bo'yi 80. Hali bu o'sadi, bu obunachilar endi tishga chiqdi. Xohlasa o'zlaring yana keyingi yilga zo'r qo'chqarni qo'shib, yana ikkita tug'dirib olsalaring, omadlaring. Ilyosbek, chiroyli qilib narxini ayting endi. 10,5 million demayman. 11 million unaqa narxlar yo'q. Yo'q. 10 million 400 ming so'mga. Endi ozgina 10 million 300 ming so'mga. Endi o'tib beraman deb turib, 100 mingdan. Qarang. Ha, ikkita bolasiga 100 dan, inasiga ham 100 o'tib berasiz, Ilyosbek. O'shanda 10 million 200 ming so'm. Hammasiga 100 dan o'tib bergan bo'lasiz. Hammasiga 100 danmi? Ha, chiroyli qilib hoji bolamiz duo qo'yishadi. Baraka. Hammasiga 100 dan. Bolalarini qaranglar mana. Qo'zlarni qarang. Bolalar ham mashallah. Like bosib ko'rasizlar. Sog' va salomat bo'linglar. Videolarimiz davomida xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.